Bir onaning bir kuni. Bu uning bolasi. Bu esa onaning o'zi. Biz snimat qilishni boshladik, lekin aslida kun yarmiga kelib qoldi. Snimat qilish ideyasi birdaniga qalbimga kelgani uchun boshlay qoldim, потому что bugungi ishni ertaga qo'yma degan gapga amal qilgan holatda. Shuning uchun biz bilan qoling, tomosha qiling. Hozircha biz obed vaqtidamiz. Hozir nimadir pishirishim kerak. Bolam esa ovqatlanmoqchi va men sizlarga hammasini ko'rsatib boraman. Ketdik. Ungacha kelinglar ozgina o'ynaymiz. Men qizimni erkalab Lolosh deb chaqiraman. Lolosh, смотри. Мы начали снимать фильм наш. Понимаешь? Va biz bu filmni qachondir вместе o'tirib ko'ramiz degan umiddaman sen bilan. Сладость такая, сладость, булочка. Булочка, мамина булочка. Мамина булочка, такая сладкая. Qizimni ko'zlari ko'k rangda. O'zim sevgan ranglar. Da? Mana shunaqa o'ynashni yaxshi ko'radi. Agar tepada qiziqarli narsalar bo'lsa, hozir ko'rsataman sizlarga. Lyustraga qarab, mana bu lyustraga qarab o'ynayapti. Shuni yaxshi ko'radi tomosha qilishni. Va bugun o'zimcha hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bunaqa narsa prидумать qildim o'zim. Короче, mana bu kartoshkani ezadigan bor-ku, o'sha bilan kravatchamizda hech qanaqa narsa yo'q edi, tepadan tushib turadigan va kravatga o'tirgan payti ba'zida unga слишком nima deydi, zerikarli bo'lib qolardi. Shuning uchun shunaqa narsa prидумать qildim. No, как бы игрушка olmoqchi edim bo'lsa, просто chiqishga vaqtim yo'q, chiqadigan joyim слишком uzoqda sotib oladigan narsa. Разработкамni yana bir marta ko'rsatay. Mana bu yoqda skotch qilganman. O'sha skotch bilan mana bu turibdi mana shunaqa. Let's go. Да, кызым. Что будем делать? Кушать хочешь? Кушать хочешь? Булочка, булочка. Qizimga ovqat berishim kerak. Na. Shuni necha marta aytdim, lekin ovqat bermayman. Nima qilay? Shuni yeb qo'ygim kelyapti. Mana shu yerda o'tirib yeb qo'yaman hozir seni. Qizim, shirinligingni qara. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin, xunuk ekansan. Xunuk ekansan. Jonim mana. Shuni taxlayapman. Qizim yig'layapti. Tezda mana uni hozir taxlashim kerak. Mana bilgandim-da. Вот. Tayyor. Endi tezda olib boramiz. Hozir qizimga bo'lmasam hamma yoqni jinni qilib tashlaysan. Да, вот, смотри, что это? Смотри. На. Хоп. Окей, хорошо, да? O'z bu har doim ichadigan butilkasi bu emas, naryoqda qoldi. Unga yuvishim kerak edi, chunki bu yuvilgandi, shuning uchun shunday qildim. Qizim yoqimli ishtaha. Ichimam bunaqa yopdim buni. Va bu butilkasini fiksировать qilib qo'ydim, чтобы bemalol ichishi uchun, lekin nimadir bunga yoqmayapti hozir. Nima bo'ldi qizim? Вот так вот. Кушаем. Что такое, qizim? Papa. Bugun video snimat qilaman deb ozgina bo'yanganman, ishonsalaringiz. Umuman na bo'yanishga, na boshqa narsaga agar ona bo'lgandan keyin umuman vaqt qolmas ekan insonda, real. Bugun ham qo'limda bolam bilan mana shunaqa qilib, bolamga biz endi o'zimizga sal kelmasak bo'lmaydi deb harakat qildim, короче. Bunda bardaklari bor, shu bardaklarni yig'ishtirishim kerak. Не прям hamma joyga, faqat mana vannada bor. Kir tashlaganman, kirlarim lekin слишком ko'p bo'lgani uchun bugun hammasini tugata olmayman, chunki tor yetmaydi. Поэтому хотя бы yig'ishtirib ana shtuchkani ichiga solishim kerak. Buni ichiga solishim kerak mana u kirlarni hammasini. Alyuminiyli ishi narsalarni убирать qildim. Endi qornim juda ham och. Yeb olishim kerak va nimadir pishirishim kerak. Qizim odatda sut ichib turgan payt uxlab qoladi. Kelinglar, qizim bir borib qarab ko'ramiz. Даже ichmabdi oxirgacha. Bizlar sutni даже oxirgacha ichmagan, lekin mayli qo'yib qo'ydim o'ziga, uxlab qopti, ladni tegmayman. Mana bu nimchani yaqinda ko'radim, mana shunaqa yo'qyapti, вообще. Asalcha.
bu narsa ostiga qilsangiz. Uyimiz juda ham salqin, havo вообще sovuq. Nimagadir bizni may oyimiz, даже may tugab qolsa skoro iyun kelib yoz kirib kelsa ham bizda qish bo'lyapti. Ko'chada odamlar paltolarda yuribdilar. Ну, не прям пальто, но некоторые люди hospitalda o'tib ketdi paltoda. Ovqat pishirish kerak, lekin bilaman nima pishirish kerak. O'zi вообще ovqat bor. O'shani yeysam deb o'tiraman, bilmayman. Mana kimdir kelib magan ovqat pishirib bersa. Voh! O'zbekistonda aniq kelibdi, kolbasa kelibdi, ezoz. Yey, men buni endi ko'rdim. Может, колбаса, а может, магия вас? Bilmayman. Ладно, tursin пока. Блин. Что же покушать degan ekan? Вообще hech narsa yegim kelmayapti. Hozirga qaraganimda уже apetitim qochib ketdi. Qaranglar nima topdim. Bu handalak. Mana shuni yeyman. Buni o'zi na ertalab na kechqurun yemagan edim. Qachonlar kechqurun aytibdi-da. Shu kechagacha olib ketmasam, qani ko'raylikchi. Ko'raylikchi qanaqa. Hozir kesamiz. Kesganimizda ko'ramiz degan ahvolini. O'zi yaxshi bitta magazin topganmiz, hozir o'sha yerdan olyapmiz. Hamma narsa juda ham zo'r. Tobog'imda sheva, xudoni vodiylar shevasiga o'xshab qolyapmiz, ketyapmiz. O'shani gapirardim. Короче, bitta yangam borlarda Qo'qondan shu tomonda shunaqa gapirishadi. Hali shunaqa gapiradi har holda eshitganman. Qovun juda ham yaxshiga o'xshayapti, вообще shirin. Hidlari вообще cho'tki. Hindistonga bordim, ko'rsataman hozir. Mana asalchi nimachalar bular? Handalak, короче, handalakchalar. Hozir buni ichini tozalab kesamiz. Ложkada olaman, bundoq qilib. Sekin ichidagilarni tushirib olamiz. Va juda ham asalda ekan, lekin bor-ku. Juda ham zo'r ekan. Buni yemamsiz, bu dunyoga kelmamsiz degandaqa ekanda, короче. Men naqib kesyapman, короче. Buni eslaringizda bo'lsa, bilmadim, sizlar shunaqa qilganmisizlar. Bizda kichkinaligimizda qishloqda mana shunaqa qilib berishardi. Bobom bilan buvimlar anaqamizda handalaklar o'sardi-da. Oti nima edi? Charvog'imizda. Mana shunaqa qilib berishardi. Haqiqatan bir ikki kun tursa вообще ezilib ketarkan bu. Bomba. Juda ham shirin. Ладно. Bo'ldi, mana shu yarmisini mehmonimiz bor. Mehmonimizga qoldiraman. Yarmini o'zim yeb qo'yaman hozir. Как раз qornim juda ham och, как раз mana shu uchun joy bor. Ладно. Начали. Xullas, o'zi nimaga YouTube kanalini ochgan aytsam sizlarga. Undan bo'lgandan keyin vaqtim, во-первых, одновременно vaqtim bor и vaqtim yo'q-da, короче. Bo'ladi ko'p qarashingiz kerak. O'zingizga vaqtingiz qolmaydi. Va boshqa narsa ham qilmaysiz. Boshqa narsa qilishim uchun, например, men Instagramga kirib yoki video, TikTok, balobatarlarni ko'rib o'tirsam, vaqtim просто ketadi. Men o'sha vaqtni ketganini даже his qilmayman. Men soatlab o'tib ketsa ham his qilmayman. Hozir men bu videolarni записать qilgan paytim, mana shu videolarni записать qilayotgan bo'laman va o'zimni YouTube kanalimni lучше rivojlantiraman. Kimnidir kanalini tomosha qilib o'tirgandan ko'ra. Degan narsa xayolimga keldi, короче, shuning uchun boshladim. Ja aqliyman-da. Очень вкусно. No bu logično, to'g'ri o'ylab qaranglar o'zingiz. To'g'ri, menga ham yoqadi, kimlardir misol uchun o'zimga yoqqan odamlarni tomosha qilib, hayotini mazza qilib o'tirasiz. Vaqti chog'likda bu ham qanaqadir qisqacha ma'lum. Lekin har doim o'sha vaqti chog'lik, ya'ni mazza qilib vaqtimni o'tkazib, umrim o'tib ketib qolibdi. Вообще ужас. Очень вкусно.
посмотрим на ребенка. Малышка, ты проснулась? Ты сама с собой играешься, мамусь? Лялёси, приветик, приветик, сладкая моя. Ох, ручки такие сладкие, людки. Ой, сладусина. О, мама танцевала, ты не видела? Теперь запрещено видеть такие танцы, коза. Хотя нет, почему? Да. Кто самая сладкая девочка на свете? Наша камера будет двигаться, кажется. Кто самая сладкая девочка на свете, коза? И тут ты. Ты самая сладкая девочка. Мамось, это убираем? Это тебе не нужно уже? Ты свой суд пила целый час, кажется мне. А? Voy qo'lchalariz jonimga lola qizimman, lola qizim. Lola qizim. Shloadusha. Shunaqa ham shirin bo'ladimi bola degani? Men sizlarga aytaman, o'zlaringiz tug'ganlaringizdan keyin nastoящий bola qadrini ham, bola qanchalik shirin bo'lishini ham bilasizlar. Ungacha ham bilmaysizlar точно. Onalar bo'lsa yozinglar shu gapni. To'g'rimi, noto'g'rimi kommentariyada. Da? Bolasi borlar, hayoti boshqacha ko'rishi boshlaydi, короче. Da, Lalash. Mani ayollarga bo'lgan hurmatim mashuncha oshib ketib qoldi. Oldinroq hurmat qilardim, ayollarni hurmat qilish kerak derdim, lekin tug'ganimdan keyin, bola katta qilish boshlaganimdan keyin ularni qadri ko'zim oldimdan ham o'tib ketdi, вообще прям. Потому что juda ham qiyin jarayonlardan o'tarkan ayol kishi. Buni o'zim boshimdan o'tkazganimdan keyingina bildim. O'ylayman, oxirgi singlimni oyimlar tug'ganlarida, o'sha paytlarda 13 yoshimda edim. Qanchalik qiyinchiliklarni boshlaridan o'tkazgan ekanlar-da, men lekin o'sha paytda tushunmaganman, anglamaganman, даже bilmaganman. Kichkinagina bolacha bo'lganman, qizaloqcha bo'lganman. Oyimlarga yordam berardim, bolaga qarardim, singlimga ko'tarardim, kunduzgi paytda ko'p qarardim. Lekin baribir oyim qaragan ekanlar-da, asosiy qismini kechqurunlar uxlamaganlar. Ularni bilmaganman, kichkinagina qizman. Uxlaganman, mazza qilib, men o'ylaganman, men вообще ko'p qaradim bolaga deb. Maktabdan keyin kelib qanchadir qaragan vaqtimni. Lekin aslida bolaga kechqurunlar bilan qarab, uni emirib, to'yg'izib, endi вообще asosiy qarash paytida baribir oyimlar o'zlari qaragan ekanlar. Keyin bildim buni. Lekin o'shanda men o'ylardim, singlimni o'zim katta qilganman. Hatto o'zim katta qilaman. Не веси? Ты блогером станешь, кызым? Лолоши, сладость. Моя Лилюши. Ручки, чем твои ручки? Чем твои ручки? У меня у мамы помада, понимаешь? У мамы помада. Она снимает видео, она думает, вот помада, если поцелует тебя, на тебя будет помада потом. Kim uni artish kerak mitilarka bilan. Bizga bu kerak emas bu problema. Shuning uchun bichilamasdan o'tiribman. Men o'zim yub qo'yardim, уже oyog'ingdan ishlab qo'yardim. Turing endi qizim. O'ynaylik ozgina. O'ynaylik ozgina. Da? Не весь. Скажи привет. Привет. Вот сюда смотри. Смотри. Видишь? Привет, скажи. Привет, подписчиklarim. Ayt. Bu sani kanaling munoq borganda. Sana hayoting, mana hayotim birgalikda qizim. Ashnaqa gaplar. Bunaqasiga video olsam, ya'ni orqa kamera bilan o'zimni ko'rmayman. Shuning uchun yarim joyim ko'rinadi, yarimsa ko'rinmaydi. Unda kачествоsi yaxshiroq chiqadi. Bilin. Qiyin masala. Qizim. Ama bunaqasi old kameraga olsam, kачествоsi kamroq chiqib qoladi. Da? Nalushki. Qo'lchalari biram shirin. Малышка, малышка, малышка. Съем тебя. Какая ты сладкая, кызым. Qizim svet yoqish kerak. Biz qizim bilan birgalikda bir qanaqa videolarni o'zimizcha Pretty Little Baby'ga oldik. Lekin ularni qo'yamizmi yo'qmi hali bilmaymiz. Qizim. Charchadim.
Charchadi qizim, rosa ham charchadi. Videolarimdan ham charchadi, o'zimdan ham charchadi. Hamma narsadan charchab ketdi qizim. O'rtoqlar, qizim bilan shunaqa uxlamiz, lekin aqsid qo'yaverasizlar. Soat почти 9 bo'ladi debdi. Qizim bilan uxlayveramiz. Uxlayveramiz. Da, keyin qizim недовольный bo'lib turdi. Oy. Недовольный bo'lganining sababi nimada ekan deb o'ylayapman. Menimcha och qolgansiz, ha qizim? Shundaymi? Mening taxminlarim to'g'rimi? Ayting. Bolangiz bo'lsa shunaqa yeb qo'ymasdan katta qilishi o'zi ham bir qiyin masala. Ko'rib turganingizdek taxminlarimiz to'g'ri bo'lib chiqdi va bolamiz och qolgan ekan. Mana shunaqa qilib butilkadan hozir ichyaptilar. Madamxon. На ужин у меня суши-бургер. Вот уже несколько не хотела. Сегодня я заказала не в том месте, где я обычно покупала. Посмотрим, какой у них вкус. Если вкуснее, то в следующий раз буду тоже здесь заказать. Но подача как бы лучше, чем тот, который я заказывала раньше. Bu lososli, pishgan lososdan qilingan burgerlar va ichida перчатки va soy sousi ham bor ekan. Это хорошо. Undan oldingi olayotganimda bo'lmas edi bu. Lekin ustiga mana u sepgan narsasi yoqmayapti. Shirin narsa menimcha sepgan ustiga не очень люблю это. Но balki buni vkusi bilan tamom mos kelishi mumkin. Ko'ramiz hozir.
Davlat soatam 11:30 bo'lib qoldi. Bugun hisobidan videolarni chetda tugatamiz. Ancha mani energiyamni oldi, lekin bugun video olish, hali uni montaj qilib tayyor qilib qo'yishim kerak. Вот, qizim ham uxladi. Sizlarga rahmat deyman. Men bilan birga bo'lganlaringiz uchun. Keyingi videolarni ko'rishda davom eting. A'zo bo'ling kanalimga. Xush kelibsiz. Endi birinchi marta kelgan bo'lsangiz va keyingi videolarda ko'rishguncha. Sog'insam, o'rtanib oy titrab ketsin. Yulduzlar yoshini to'ksin tong qadar. Shamollar bag'riga ohlarim yetsin. Umrlar jo'sh ursin menla har sahar. Sog'insam, mehrimdan uyalsin oftob. Bu rangin dunyoda taralsin ishqim. Qalbimning tubida yangraydi xitob. Men sizni juda ham sog'inib ketdim.